Islombek Karim Beykem. Bu ovoz oqimam adashganman, eshitolmas uni yonida. Chasini ham o'rib bo'lgan. Bo'ldi, hazır. Bu endi hali haqqoniy bo'lyapti. Bu endi o'zimizgina o'tiryapti. Bu haligi bir boshqa bir monopoliya demaymiz. O'zimiz san'atkorlar boya aytganimizdek mana haqiqiy mollar rostini aytib, professional hofizlar javob beraman. Men to'ylarda juda ko'p yurganman, menga pul oz bersa ham roziman. Lekin mana shu uyga olib chiqaman, u uyga menga ko'p pul beradi. Tanib olaman yaqinda, xudo xolasa. Hazır. Endi shunaqa iltimos bo'ldi, juri san'atkorlar bu yerda. Mayda bizga yaqin mana shu san'atni kuzatib yurgan yaqin akalarimiz, ukalarimiz o'tiribdi. Bular Abdushi, mana bilyapsizlar, qistiryapti, undan bilib qo'yaringlar. Hamma ham qistirmaydi sizlarga, san'atkorlarga. Demoqchiman, yaqin san'at shaydolari o'tiribdi bu yerda. Atay vaqtini ajratib kelishdi shular bugun. Shuning uchun mana shu 3 ta insonning ichidan bittadan qo'shiq aytamiz, to'rt tushuninglar. Bittadan jijjadan, bitta jijja. To'rt tushunasizlar, gap hali pulda emas, pulni qanchaligida deydi. Shuning uchun qisqa qo'shiq aytiladi, aniqlab olamiz, haqqoniy bo'ladi. Rustam aka, siz jurnalist aka, rostini oxirgi so'z sizga keladi. Yusuf aka bilan. To'g'risi. Endi siz gap hali $50 emas aka, sizning hurmatingiz cheksiz. To'g'risini aytaman aka. Buni maqsadimiz mana shu yaqinlarni yig'ib, mana shu diydor ko'rish bo'ldi bugun. Maqsadimiz shu bo'ldi aka, bu hali gap pul boshqa narsa emas. Shuning uchun mana shu 3 ta inson mana shu yerda mana bilinglar 10 taning ichidan 3 ta chiqardimi, shuna bo'ldi, bittadan qisqa bo'ladi. Kimdan boshlaymiz endi? Kichikdan boshlaymiz. Bo'ldi. Mirzobek boshlab bering. Oyna 15 xonani tabiatsi. 11 kun. Jonli aytov.
Yanındaki sanatkarımızı Oğurbek Abzal'dan yoki İslombek Karam'ın tazminlaydi. Kendi çoğunluğunu böyle fakat çoğunluğunu yaptı. Muhlislar başka 3'te insan bittasi 50 dolar duydu. Şurada İslam'ı ödüyor ama. O'sha 30 tog'imizni ichidan 3tasi chiqib keldi, 10tadan bittasi bo'lib. Oldingi Abdusamatov ashiga yuting. Rahmat aka. Aka, ikkovimiz 20 dan olib 10 ga qadar qo'ysak bo'lmaydimi? Marhamat. Kuz o'ligimdan o'tar asrlar. Kuz qilib sinov chiroyim. Topolmasdan tug'ilgan choyim. Sehrli diyar uxlar edi kalim ham hali dilgiz artık yaratil var dilgiz akıl başarı kalim kabul anamın Özbekistan vatanım kapanim benim Kurgan tepem Kalası Özbekistan Kırgızistan İkinci Qarsagillar ishlardan bittasi bo'ldi. Gap so'z o'rniga gapiraman. 50 dollar kuchini qarang voy. Gapsiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Davlatlar maqsadimiz mashinaga tashib yurgan barcha aka-ukalarimizga, hamkasblarimizga yaxshi kayfiyat ularchi. Galdagi 50 dollarga da'vogar insonlarga taklif qilamiz. Islombek Karimberdiyev Qo'rg'ondan Avazonxonda konsertida ochko o'tirgan ajoyib san'atkor ukamiz. Ketdik. Faqat jonli bo'lyapti. Davomsizlar tanishtirib qo'yamaydi. Instagramda chiqib turadi. Nurmuhammad bilaman. Biroz shunaqa Nurmuhammad. Nurmuhammadjon. Ketdik. Islombek ko'rsa gapingiz o'rinda emas. Hey degan joy. Ketdik. Vaqtimizga keltirmoq otalarimiz sog' bo'lsin, o'tgan otalarimizni Alloh rahmat qilsin.
hayotdagilarni bular uzoq bo'lsin. E'tibor uchun rahmat. Bolalarga shukr, rahmat. Turmatjon aka keling. Mening endi. Keling Turmat aka. Dilmurod akam 50 dollardan olib kelgani ketdi. Kelyaptimi? Aka keyingi o'tirishga meni shogird qilib endi yo'lingizni gapirib turaman. Uning uchun ozgina kontrakt to'lashingiz kerak. Davom etamiz. Demak, hamma qo'shiqni eshitdik, endi to'g'ri tushunsa, men hammani kuzatib yuribman. 3 ta qo'shiqni aytdi. Endi mana shu 3 ta qo'shiqchidan holatni aniqlaymiz. Rustam aka, to'g'ri tushunsa, endi aka siz juri a'zosidasiz. Sizni qarsangiz 3 ta o'tadi, rostini aytaman. Bitta qarsangiz 3 ta o'tadi. Xo'p, demak, bu yerda hozir Islombek Karimberdiyev, Mirzobek Rahmonaliyev hamda Nodirbek Abdusamad o'rtasida 50 dollar uchun o'yin bo'lyapti. Hozir tashrif buyurgan ashadagi akalarimiz, ukalarimiz qarsak bilan aniqlaymiz. Halol bo'lsin-da bu haligi. Rostdan bu endi hamma qo'shiq aytdi. Shulardan 3 tasi chiqib keldi. Furqatbek Jo'rayev, siz chiroyli o'tirib, shunday o'tirib, qarsak olib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, demak davom etamiz. Birinchi aytgan san'atkor do'stimiz, ukamiz, yaqin Mirzobek Rahmonaliyev uchun qarsakinglar. Mana Abdushin bo'lyapti. Bu yerda hech qanaqa bir tanish bilishlik yo'q. Korrupsiyaga qarshimiz. Xo'p, galdagi san'atkorimiz Nodirbek Abdusamadov uchun qarsakinglar. Bo'lishamiz shekilli Nodirbek. Gap so'z yo'q. Uchinchisi Islombek Karimberdiyev uchun qarsakinglar. Bir hisobsiz Furqatbek Jo'rayev shogird bo'laman mana. Gap so'z yo'q. G'olib Islombek Karimberdiyev, gap so'z yo'q. To'g'rimi uka? Endi nima deymiz? Mana shu xalq qarsak choldi. Bitta gap keling, ikkita gapirsiz ham yana sho'rol sizga. Keling uka. Keling uka. Endi bitta o'tirib choy ichvoradigan bolalarman men. Men yo'lda kelyapti deb aytdim. Endi avvalo men haligi hammani o'zini nimasini hammamiz bilamiz, darajamizni. To'g'rimi Rustam aka? Har bir insonda o'zini fayzi, o'zining darajasi bor, ijrosi nimasi. Endi men bunga haligi xolisona fikr bildirdim. Ana o'zi Alloh guvohligida toza aytishxonasiga men masalan buni bir tarafi ham masalan boshqa prosta g'ayrat ekanmi yonida yurgan bitta shogird bo'lgan. Sen tozalik aytishxonasiga baribir naq qilsan, bo'ldi. Akbar akami chiqarib oldi-da, Akbar akami chiqarmaganda bizga ish bo'ldi. Aka mana yozuvlarim turibdi, borasizmi 50 dollar qo'yibdi, boring deganlarga mana Akbar akam bor u yerda. Bizga yo'q deganman. O'ziga ham yozdim. Ishonmasa ko'rsataman. Akbar akami chiqarib oldi-da, Akbar akami chiqarmaganingizda bu yerda hech kimga ish yo'q, rostdan. Uni chiqarmasa bu yutib qo'yardi. Rahmat chiqarganingiz uchun. Rahmat. Shuning gap nimada emas. Gap so'z yo'q. Hamma rozi bo'ldi. Aka-ukalar mashina o'sha muxlislar asosan o'sha tomonda turibdi. San'atkorlar qarsak choldi. Rozimisizlar? Muhammadjon aka, Azizbek Xollarboy, Azizbek, Muzaffarjon, Boqirjon. Bashi ukamiz 50 dollarda yutug'i sohibi bo'ldi.
Sostavga alohida o'zi nima bor ekan? Gap sizga. Endi qarang. Siz yutdingiz mana 50 dollar beryapti. Yozib qo'ying deb qo'ying. Yo'q, yozib qo'ymas. Naqd bizda jannat buloqda hamma yo'q naqd bizda. Biz bugun 15 mingta bo'ldik. Haligi Usmonov Ali degani, Usmonov Ali 700 degani 15 mingta bo'ldi. Bu oson emas. Instagramda 1000 ta odam hozir reklama qilishyapti-yu, 1000 ta qilmasanglar Ali premium efir qilolmaysizlar, boshqalayapti. Biz 15 mingta bo'ldik. Hazagan emas u, bitta narsa cho'qlayolinglar. Biz buni salkam 15 kunda erishdik 15 mingtaga Usmonov Ali profilini. Xudo xolasa bizning niyatimiz mana shu profilimiz 15 mingta emas, 1,5 millionta bo'lsin, mana shu xalqimizga, elimizga foydali, kerakli narsalarni reja qilib qo'yganmiz. Yaxshi kunlarda mana shuni ham sababi shu. Bu yerda pul narsa emas. Lekin bizning niyatimiz mana shu yaqinlarda yig'dik. Bir yilda bir ko'risholmaymiz. Mana yaqinlar yig'ildi. Rustam akamga rahmat, hurmat qilib birog'imiz gapimizga keldingiz. Rustam aka sizga alohida tashakkur bildiraman endi. Kechamiz tugab qolyapti. O'zimizni haligi yaxshi niyatlarimizni bildirib qo'yamiz aka, rahmat. Siz bilan davomiy hali hamkorligimiz davom etsin, xudo xolasa. Aka, biz Anjonni egallab olamiz. Siz bilan hamkorlik qiling. Bu Anjon viloyatida 16 ta tuman bor aka, maqtanmayman. Men misol mana Xonvarbek mana jannat bilan boshliq bo'lsa, men Umar Fayzni boshlig'iman. Haligi tashkiliy firma deydi, to'ylar olishga maqtanmayman, olaman. Mana shu hammasi biladi. Hamma san'atkorlar sizning san'atga qaytganingizga biz xursandmiz. Qarsa chop qo'yinglar. Mana shu jannat bilan rivojlanish uchun, mana shu chiroyli o'tish uchun mana shu tadbirimizni, mana shu Rustam aka, Husaynovga minnatdorchilik bildiramiz aka. Siz bilan hamkorligimiz davomli bo'lsin. Xudo xolasa siz haligi legenda deb qo'yadi-yu, retro qo'shiqlarni qirolisiz. Biz tan olamiz, gap nima? Biz 82 o'zi 44 ga kirdik. Buni hamma biladi, va she'rni hammasi biladi. G'olib Furqon Jo'rayev gapirib qo'ysin. Shepram deyman, akam mana shu tomondagilar otani hali yangi premyerani teshlaydi deydi. Otani-da, Rustam akam. Iltimos. U endi oxirida u shivoy bor. Biz g'olib taqdirladik-da. Islombek Karimberovga bitta qarsaklar cho'qlaylik, 50 dollar topshirib qo'yaylik. Qo'llarini chiqasamda men o'zim beraman. O'zim beraman. Video yo'qlaylar, video ko'ringlar. Farzandsiz Islom Karimberovga kelib, ovqatga pul to'lamasdan bugungi konsertimizni g'olibi bo'ldi. 50 dollar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling aka. Furqat aka gapingizga javob bera olmadingiz. Aytib qo'ydi sirimizni aka. Sirimizni aytib qo'ydi. Bir so'msiz kelib ketdi deyapti. Bu shior. Hazır. Umrlar uzoq bo'lsin. Rostdan pul yutamiz deb keldik. Ustozni ko'ramiz, akalar bilan mazza o'tiramiz deb keldik. Keling. Endi Rustam akamni men anaqaga qo'yganimda to'g'risini aytaman, Rustam akam g'olib bo'ladi. Qolaversa, mayda mana sizlar kech keldinglar, bu san'atkorimiz sinimiz ham chiroyli qilib ketdi. Ancha-muncha san'atkor unaqa qilib, erkakning ichiga kirib, bunaqa qilib fayz olib ketmaydi. Misol uni qo'shsa ham bo'lardi, lekin mayli rizqi boshqa, lekin mana shu yerda ishtirok etgan insonlardan biz aniqladik. Adashmasam halol, chestli bo'ldi. To'g'ri, Rustam aka chiroyli bo'ldi. Barcha kelgan baş tashrif buyurgan mehmonlarga, aka-ukalarga, sozanda, xonanda, apparatchi, pulterator barchalarga rahmat deymiz. Salomat bo'linglar. Biz bu kecha bilan tugat demaymiz. G'olibdan bitta sho'x qo'shiq aytasiz, o'ynatamiz. Bo'xtang. Ya Rustam aka keyin aytadi. Siz bitta aytasiz g'olibdan 50 dollar uchun. Ustozni ko'raman deb Qo'rg'ontepada akalar o'tiribdi. Aka bir dona aytib bersin, keyin aytaylik shu ochib. Kecha kunduz yo'llaringni paylasam mening qizim seni yorib bo'lmasam ichim mendan yil javoling yashirdi sog'ingan zamonlarga yetmasam
yaxshi ko'raman bu. Hamma sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. San'atkor ukalarim bor bo'linglar, boringlarga shukur. Hammanglarga chiroyli omad yor bo'lsin. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Ota-onalaringlarni umringizni qutlu bo'lsin. Ota-onalar duosini olib yuradigan farzandlar bo'linglar. Bu juda katta faxr. Va kelajakda yaxshi niyatlarga yetib shu xalq xizmatiga bo'ladi. Allohu akbar. Rustam aka sizga ham rahmat aka. Shunchalik bizni hurmat qilib, mana shu bizni Qorasuvimizni Jannat viloyatiga tashrif buyurib, men ochiqroq aytaman, to'g'richiliklar bor, ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketdi. Hozir taniqli san'atkorlar Moncha dollar soatda boshqa deydi. Mana shu Rustam akaning rostini aytaman, men reklama ham bo'lib qoladi, bu reklama 1 so'm so'ramadim. Bo'ldi uka dedim. Mana shu Jannat Buloq dam olish uchun, mana shu qadrdon san'atkorlar yig'ilish uchun o'tib beraman dedi. Bu inson legenda bo'ladi Rustam aka. Buni bilganlar mana shu yerda o'tiribdi, o'zi biladi. Xudo xolasa siz bilan aka ijodiy yurishimiz abadiy bo'lsin aka. Yaxshi kunlarda yana ko'rishaylik. Ijodingizga omad. Yana o'sha xalqni zabt etadigan qo'shiqlaringizni yana chiqaring. Mana ota qo'shiqlaringizni eshitib nihoyatda bir zavqlandik. Rahmat aka. Bundan ham yana chiroyli qo'shiqlar bilan xalqimiz ko'ngilni olib, yaxshi kunlarda birgalashib xizmat qila olaylik. Endi sizdan fikringiz bugungi tadbir uchun aka, menda videoga olinyapti. Biz ijtimoiy tarmoq qo'yamiz, ochiqni aytamiz. O'zingizning fikringiz biroz. Bu Jannat Buloq dam olish maskani Qorasuv shahrida joylashgan ekan. Boshlig'ini aytaveraman, imkon qo'llarimda bo'ladi. Men ish boshqaruvchiman. Ochiqni aytaman-da, misol, anaqasi yo'q. Bu yerda o'zimiz yaqinlar yig'ilgan. Shu o'zingizning fikringiz bugungi holatga aka. Sizdan bitta intervyu. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Juda yaxshi bo'ldi, hazratlar. Hamma qo'shiq aytgan mollar iqtidorli. Hammasini o'ziga yarasha ovozi bor, san'ati bor, yo'nalishi bor. Ashula aytganda o'ziga torta oladi hammasi. Ularga birini yuqori birini anaqa qilamiz. Hammasi yaxshi. Ko'z tegmasin. Mana ustozimiz ham mana Rahmat, hammalaringga rahmat. San'atkor ukalarim. Mana shu Rustamjon ukam kelib, mana shunday go'zal fayz bo'lyaptiki, buni davomchilari maktabi mana ukalarim sizlar. Sizlarni ham ilohim mana shu akalarga o'xshagan, bizlarga o'xshagan kunlarda ko'ringlar. Ilohim xalqimizni ardog'idan, xalqimizni olqishida bo'lib yurishni sizlarga nasib qilsin inshaalloh. Boringizga shukur. Rahmat Yusuf aka, sizdan sog' bo'ling. Hammanglarga omad tilayman, ukalar. Yana ham bundan ham zo'r qo'shiqchi bo'ladi. Hammanglar. Aka bu san'atkor Hammanglarga qoyil qoldim bugun. To'g'risi. marketing bo'ldi. Rustam aka bu marketingda san'atkorlarga ta'rif berdingiz aka. Endi mashinadagi tashlangan joyingiz muhitga bitta baho bering aka. Marketing bu reklama demaymiz. Shunaqa narsa bor. Ko'rishchilik aka. Yaxshi. Chunki video tasvirlarga yozilyapti-da, keyin bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqib biz yashirmaymiz mana. Bizim nomerdagi video rolimiz mana shu yerda turibdi aka. Bu ertaga u kunimiz ham chiqara olmaydi bu nimani aka. Rostdan bu anaqa emas. Chin dildan mana shu yerdagi bugungi holatga, muhitga, mana shu joyning sharoitiga baho berib qo'ying. Plus minusiga biz rozimiz. Chunki yaqinda yana bir boshqa tadbir ko'tardikda u joyda. Bu joy tashkil bo'lganiga 3 yil bo'ldi. Mana shu ukam Ollarbek mana shu tashkil qilgan. Bu yer tola edi bu yer. Tola dala deymiz o'zbekchasiga. Mana shu yerga salkam $1 million sarflab mana shu inshoollarni qildi. Mana shu bittasi mana bankerning zalimiz. Bu yerda 84 ta joyimiz bor. Yozda faqat, qishda 22 ta joyimiz bor. Hali osh yeb yegan uchun. Lekin bugungi holatga mana shu yerda mana sharoit qilib, mana shu yerga mana shu san'atkor do'stlarimiz yig'ish uchun sababchi bo'lgan inson mana shu ukam bo'ladi, Ollarbek. Qolaversa, men ham o'zimni ayirmayman, men ish borgan uchun men. Endi bu yerdagi fikrga sizning fikringiz aka. Juda yaxshi bo'ldi. Hozirlar yana shunaqangi ko'payishini talablarimiz juda zo'r, yaxshi. Mehnatlilar yaxshi. Rahmat aka, salomat. Bitta qarsak choqlayamiz, Rustam aka o'xshaydi. Endi aka juda ko'p san'atkor qo'shiq aytdi. Endi mana shu yerda sizni
Endi ko'rib turganimizsiz, ismini aytmayman sizni. O'sha 90-yildagi muxlislaringiz o'tiribdi aka. Bular boshqa rayonlardan keldi. Rostini aytaman, Rustam aka ashida. Menda yoshga takalarim o'tiribdi ashida. Sizni deb keldi. To'g'risini aytaman-da. Bu hali san'atkorlar dedik, uka iltimos biz просто Rustamjonni hurmatdan kelamiz dedik. Mana Rustam aka o'tiribdi. Shular bitta qo'shiq so'radi. Muhammadullo aka qarshi qo'shiq aka. Ayting. Ha, hali premyerani ko'rgan otaman. Shu so'rashyapti.